Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu Sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda, xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib qilgani odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi.